Ovsin-ovsinga tosh otar deyishadi, lekin bizda unaqa emas. Menga eng ko'p keladigan savol: Farida ovsiningiz bilan munosabatingiz qanaqa? Bugun shu videodan javobni o'zingiz ko'rasiz. Bugun shunchaki mehmon bo'lib emas, mehr olib bordim. Ba'zida insonlarga katta narsalar emas, oddiygina e'tibor yetishmaydi. Faridaga turib yurish mumkin emas edi va u biroz charchagandek ko'rindi. Bugun uning kunini chiroyli o'tkazish va kayfiyatini ko'tarish uchun u sevib, yaxshi ko'rib yeydigan ovqatini tayyorlab berishga qaror qildim. Uning o'sha mashhur fartugini taqib, sevimli oshxonasida ovqat tayyorladim. Shu siylar simik qozon va idishlarda ovqat tayyorlash orzuim edi. Orzuimga ham erishadigan bo'ldim. Ko'rib turganinglardek qo'llarimni o'ynatib, shiringina golubsiylarni ham pishirib tashladim. Bunda qo'lim ham, og'zim ham tinmadi. Orada mazza qilib gaplashurganimizdan vaqt ham, kun ham qanday o'tganini bilmay qoldik. Shu orada uylarni ham yig'ib tozalashga ham ulgurdim. Eng yoqimlisi esa uni chaqirib, o'zim tayyorlagan ovqatni birga tatib ko'rish bo'ldi. Baxt aslida shunday kichik narsalarda yashirin. Kimningdir kunini chiroyli qilish va unga mehr ko'rsatish bu eng katta sovg'a. Agar sizga ovsinimnikidagi bir kunim yoqqan bo'lsa, yurakcha bosib qo'yishni unutmang va sahifamga obuna bo'lib, yaqiningizga mehr ulashing.